Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, YouTube'imiz ishqibozlari biznes boshlayman degan aka-ukalarimizga xudo xolasa yana bir komplekt gazoblok stanok bizneslarimiz Andijon viloyati Qo'shtepa tumaniga kelib o'rnayapti xudo xolasa. Bu yerda 2 dona qolipi bilan rushnoy, ya'niki qo'lda kesiladigan mana bunaqangi o'zining shabloni va arralar bilan birgalikda 2 dona qolipi bilan kelib o'rnayapti. Buni qolipda oqarganiga e'tibor bermaysizlar. Sulfat natriy, ya'ni gazoblokka qo'shiladigan sulfat natriy ustiga to'kilib ketgan hisobda oqarib qoldi. Bu yerda 2 dona qolipimiz bilan o'rnatilyapti. Mishalkamiz 220-380 ga ishlaveradigan mishalka bo'ladi xolasa. Bu yoqda mana suv yomkichlarimiz 1 tonnalik, tepasida shablonli bochka. Shablonli bochkalarimizda ham tenlari bilan bo'ladi обязательно. Endi bunga ketadigan mahsulotlarimiz alyuminiy pudra, kaustikli soda asosiy mahsulotlarimiz, sement va qum. Akamiz 220 ga o'rnatib beryapmiz hozir. Akamizda mahallasida svet remont bo'lganlik hisobiga bugun soat 6-7 gacha bo'lmas ekan. Mana shu hisobiga stanoklarimizni qo'yib tayyor ketyapmiz. Nasib bo'lsa, ertaga kelib o'rnatib quyish jarayonlarini ham video davomida ko'rsatib ketamiz. Shunaqangi xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekranda nomerlarga bemalol murojaat qilaverasizlar. Xudo xolasa sifatli, yaxshi qilib olib borib ustonovga qilib berish harakatini qilamiz. Yana bir bor assalomu alaykum YouTube ishqibozlari va biznes boshlayotgan aka-ukalarimizga. Xudo xolasa Andijon viloyat Qo'shtepa tumani. Bundan 3-4 kun oldin video qilgan edik, hali qo'ya olmagan edik videolarimizni. Video davomida xudo xolasa o'rnatilgan jarayonlarni qo'yamiz degan edik. Mana bugunga nasib qilgan ekan o'rnatish jarayonlarimiz. O'rnatish jarayonlarini boshladik. Bitta qolipga ispitanaga kuyib akamizga ko'rsatdik. Qolipimiz 2 ta dona edi. Akamiz suv yomkisida o'rniga ham menga qolip qo'shib bering degan uchun yana 2 dona qolip qo'shildi. Suv yomkislarini qaytarib o'zimizga oldik. Mana endi ispitanaga kuyib qo'yilgan g'ishtlarimiz xudo xolasa. G'ishtlarimizni ham tayyor qilib kesib chiqarib qo'ydik. Ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa g'ishtlarimiz ham burchaklari ham konkret, pufakchalari ham o'rnida bo'lgan xudo xolasa. Bunaqa yerigan emas, boshqa emas mana. G'ishtlarimiz hozir kesilgan holatida mana. Mishalkalarimiz 220-380 ga ishlaydigan motorlardan bo'ladi. Faqatgina kabelni o'zgartirilsa bo'ldi. 220 ga ishlayotgan holatimiz mana. 380 ga xuddi mana shu holatda ishlaydi. Kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekranda nomerlarga bemalol murojaat qilaverasizlar. Xudo xolasa sifatli, yaxshi qilib olib borib ustonovga qilib berish harakatini qilamiz.